Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hozir bu 11 minglik bayan materiallarimiz bor edi. Hop, rulonga buni 11 ming berib turdik. Endi 11 ming emas, endi skidka qilib yana 10 ming so'm qilib qo'yamiz. Hop, hammasi rulonli material. Mana bular rulonni ochganmiz, lekin bular rulonligini beramiz. G'ijim bo'lmaydi hech qanaqa. Mana bunday qilib olgan taqdirda ham hech qanaqa g'ijim bo'lmaydi. Hop, narxi bo'lsa 10 ming so'mdan qilib beramiz. Kimgadir agar metr kerak bo'lsa, qanchadir metr kerak bo'lsa, u metrda ham beraveramiz. Bitta O'zbekiston bitta emas va boshqa viloyatdagi filiallarimizda ham bor. Amal qiladi, chiroyli qilib berishadi. Rulonda 50 metrdan hammasi. Andijonda bor, Navoiyda, Xorazmda, yana qaysi viloyat? Jizzaxdagi filialda, Qo'qondagi filialda bor. Kimgadir qancha kerak bo'lsa, necha metr kerak bo'lsa, qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa, telefon qilinglar. Narxlari o'sha koreyskiy shtampl bayan deyiladi material nomi. Hop, atigi 10 ming so'mdan shu rulon narxida. Biz yangilik qilyapmiz, xuddi shundan kattalar ko'yni lozimini chiqaryapmiz, yangilik. Endi bir 2-3 kunlar ichida chiqadi ham. Endi fasonini ham juda chiroyli qildik, hozir ko'rsataman. Mana shu ko'ylak turishi. Hozir buni bitta manekenga osib ko'rsataman. Xuddi shu holatda, prosta manekenda unaqa bamani bo'lib chiqqani ko'rinmaydi. Hozir bunga to'liq 2 metr materialimiz ketdi. Shunda 10 mingdan 20 minglik material ketyapti shunga. Endi chevar puli bizda arzon, 5 ming so'mdan tikilyapti. 25 mingga bityapti shu ko'ylak. Bemalol material rulonni olsangiz, siz o'zingiz tiksangiz, sizga shu 20 mingga tushadi. Bemalol buni 40 mingdan yoki 45 ming sotsangiz ko'taraveradi. Fakt bilan bo'lgan yaxshi, shuning uchun bitta chiroyli qilib video qilib ko'rsatyapman-da. Buni manekenga ilib ham ko'rsatib beraman sizlarga. Mana hozir manekenga osilgan holati. Ko'ylagimiz lozimi bilan. Mana hozir buni orqasini tortib qo'ydim. Mana xuddi shu holat. Neyse. Mana qo'yni shu holat. Hop. Bemalol mana shu chiroyli ko'ylagimiz qaranglar. Bu ham eng xunuk materialdan chiqqan hozir. Mana ko'ylak odamni ustida, mana bunaqa manekenda, mana bunaqalar juda ham chiroyli turadi. Mana bular bir-biridan ochiq svet, alanga olov svetlar hammasi. Hozir menimcha bir mana jichcha rulon turadi. Ko'zimga ko'rindi-da, shuni tiktirgizdim. Eng xunuk nima? Svetni qaranglar, qanaqa chiroyli chiqdi. Ko'yni lozim. Bemalol buni masol 40 mingga sotsangiz ham tenga teng qoladi-yu. 10 ta ko'ylak sotsangiz, sizga 10 tasi bekorga qolgan bo'lyapti shunda. Bemalol foydalanyapsiz bo'ladi. Sifat tekstilda hamma filiallarda hozircha bor. Hamma filialga 10 tadan, 6 tadan, 8 tadan har partiya boryapti. Bemalol olib foydalaninglar. Ekranga nomer qo'yib qo'yaman. Ekranda ustida turgan nomerga xohlasangiz telefon qilib viloyatdagi filiallar nomerini olasizlar, so'raysizlar, beramiz. Yoki-da hozir Telegram silkamni qoldiraman. Telegramdan yozib yuborsangiz, birovlar o'sha qaysi filialda material bor, lokatsiyasi bilan tashab beraman to'liq qilib. Demak, azizlar, charchamanglar. Bemalol mana shu ko'ylak qaranglar, 20 ming so'mga bemalol bityapti. Mana ko'rib turibsizlar. Narxi ham eni bo'lsa 170 buni. Shtampl papirlardagi 1,5 bo'ladi. Eni buniki 170, qayta yana uzun. Foydalaninglar, yaxshilar, charchamanglar, barchaga omad. Ko'ylalarimiz bo'lsa, skidka narxlarda 20 ming so'mdan mana hozir tushgan narxi. Materiali mana 10 ming so'm. Mana svetlarni qaranglar, olov svetlar. Bitta tashqarida turgan yana bir 30 tacha rulon bor. Ular ham hammasi bir-biridan boshqa svetlar. Charchamanglar, yaxshilar, barchaga omad.